Transport kutyapmiz mana. Bu ham yaxshi jarayon. Endi albatta bu yerlarda ham tirbandlik bo'ladi. Xo'p, endi vaziyatga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, endi Wembley katta stadion, haybatli stadion, yuqorida o'tirdik. Yaxshi ishlamadi internet. Boshida sal-pal ishlab turdi, keyin umuman o'chdi, juda ko'pchilikda o'chdi. Va o'sha yerda men oldingi videoda so'raganda bir amallar joylagan videoim bor edi. Nima deb o'ylaysizlar degan ma'noda o'zi shu ish qilgim kelmaydi-yu. Men yoqmasdi ham. Haligi izohlarda so'rashadi-yu. Bunaqa odatim ham yo'q edi. Shu odatimni tark etib so'rab qo'yibman-da. So'rab qo'ydim va e'tibor qaratdim. O'yin tugash arafasida 2-0 yutayotgan paytda City juda ko'pchilik 2-0 yutadi. Mana bu deb yozib tashashdi. O'sha paytda so'radim. O'zimga o'zim aytdim, shu to'g'ri qilar ekanman oldin. Shu so'ramasligim kerak ekan dedim. Chunki boshda umuman natijalar, yana umuman va o'yin haqida hech narsa yozilmaganda 2-0 dan keyin tindirmasdan yozish boshlagan. Shuning uchun o'chirib qo'ydim izohlarni. Chunki noto'g'ri bunaqa munosabat. Bu yerda ochiq qoldiraman. O'yin haqida fikrlaringizni yozing. O'yin Mikel Artetaning haqiqiy yutqazig'i bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Chunki birinchi bo'limni Arsenal yaxshi boshlaganda, Arsenal yakdil ko'rinayotgan edi. City qarshi hujumlarga tayanib o'ynadi. Keyin bo'limning oxirida ancha qo'shdi-yu, lekin City raqibga bog'lanib o'ynayotgan edi. Arsenalning kayfiyatiga, holatiga bog'liq edi. Lekin ikkinchi bo'limda menimcha ustoz 41-usulni shogirdiga o'rgatmagan ustoz qo'shdi, pressingni qo'shdi, bosimni qo'shdi, O'Raynini juda hujumga o'tishini topshiriq sifatida bergan va Sherkining yaxshi ma'noda bezbetlarcha kirib borishi Arsenal himoyasidagi parokandalikni yuzaga keltirdi va Kepa Arrizabalaga anchadan beri darvozabonlikni esdan chiqarib qo'yganmi deyman. Ikkinchi bo'limda qo'pol xatolarga yo'l qo'yib oxir-oqibat haqli golga zamin hozirladi. Ikkinchi gol esa o'zini kuttirmadi. Manchester City o'yinni nazorat qilayotgan edi va ikkinchi golni urishiga ham hech kimda shubha yo'q edi. Biz Man City muxlislari qatorida o'tirdik. Abduqodir Husanov haqida ham so'rashdi, ozgina yigitlar gaplashishdi. Arsenal muxlislari menga yoqdi. Arsenal muxlislari teng holatda, hali natija bir tomonga og'ib ketmaganda Manchester City muxlislari ustidan g'alaba qozonayotgan edilar. Lekin maydondagilar yutqazishni boshlasa, bilasiz, chetdagilar avjiga chiqishadi. Ya'ni Manchester City futbolchilari Manchester City muxlislaridan kuchlilik qilishdi. Keyin albatta bu yog'i ketdi, kuzatib qo'yishdi, juda qiziq holatlar guvohi bo'ldik. Umuman o'yin zo'r bo'ldi va nihoyat Abduqodir Husanov o'zining Manchester City'dagi ilk sovrinini qo'lga kiritmoqda. Bu yoqimli hodisa. U uyga 2 karra xursand holda qaytadigan bo'ldi. Farzandini bag'riga bosadi, tug'ilgan farzandini va ilk sovrini bilan albatta yaqinlari bilan o'rtoqlashadi. Va terma jamoa futbolchilari uni butunlay bir g'olib holda kutib olishadi. Zo'r, baribir bir futbolchimizni, muhim futbolchimizni kayfiyati terma jamoamizning o'yinlariga ham bog'liq. Shuning uchun mana shu Angliyada, Londonda yuribmiz, qo'llab-quvvatlab. U raqib Arsenal bo'ladimi, farqi yo'q, Liverpool bo'ladimi, Chelsea bo'ladimi, mamlakatimizda muxlislariga ko'p ega bo'lgan jamoalardan biri bo'ladi. Farqi yo'q edi. Bugun Abduqodir uchun bu yerga kelgan edik va Abduqodir bilan g'alabani qo'lga kiritib qaytyapmiz. Shundan xursandmiz. Husanovni tabriklaymiz vatandoshlarimizni. Shunaqa do'stlar, Manchester City muxlislarini xursand qilyapti, o'ziga qaytyapti va Chempionlar Ligasida eng asosiy qovunishni qilib qo'ygan O'Rayli bu uchrashuvning qahramoni bo'lyapti. Shu bilan birgalikda Abduqodir Husanov ham o'zining ilk sovrinini yutyapti va butun o'yin davomida Arsenalning birorta qarshi hujumiga yo'l qo'ymadi.